Hoy, mani uyim zo'r bilsang agar. Nima? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Mani uyim zo'r. Yo'q, mani uyim zo'r. Hammasi har doim meniki zo'r bo'lgan. Kim aytsang, a? Mani uyim zo'r, tushunyapsanmi? Bo'l jim o'tiringlar. O'zinglarni nima desam bo'ladi? Jahillarsiz asranglar. Bo'ldi, xo'p. Nima xohlaysizlar mendan? Nima uchun meni chaqirdinglar va nima uchun hozir mani uyim zo'r, uni uyi zo'r, buni uyi zo'r deb talashyapsizlar? Ha? Kambag'al va boy xo'sh, qisqasi biz yana bellashishga qaror qildik. Shu sababdan hozir bizani nima desak bo'ladi? Bizga qilib nima edi? O'zingni fikringni ayt bizga obzor qilib. Xo'sh, obunachilar juda ham g'alati qilaylik. O'tgan safar juda ham ko'p bu kambag'al va millionerni uylarini ko'rib chiqqandik obunachilar. Yana ko'rib chiqaylik deyapsizlar, mayli, lekin faqat oxirgi marta. Bo'ldi. Kampunda faqat bir marta oxirgi marta. Bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Bo'lmasa obunachilar mana ko'rishingiz mumkin. Bularni hozir nima desam bo'ladi? Uylarini tekshirib chiqishim kerak ekan, baholab chiqishim kerak ekan bularni aytishicha, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Bizani uyimizni baholab berishing kerak. Bo'ldi, bo'lmasa baholasak baholabmiz, lekin faqat toza urushavermanglar. Qaysilarni uyi zo'r obunachilar o'zi. O'tgan videoroliklarni ham ko'rgan bo'lishinglar kerak. Kambag'alnikimi yoki millionerning uyi zo'rmi? Shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Menga juda ham qiziq bo'ladi obunachilar. Mayli. Nima bo'lganda ham obunachilar, bular faqat talashadi. Mani uyim zo'r, uni uyi zo'r, buni uyi zo'r deb. Lekin obunachilar, mayli, ikkalasini ham uyi o'ziga yarasha, ichkarisida juda ham zo'r narsalar, juda ham zo'r challengelar bor. Lekin obunachilar, nima bo'lganda ham obunachilar, menga nima desam bo'ladi? Ularni uylari yoki bularni uylari yoqmaydi menga. Har doimgidek o'zimni temirchi xonam yoqadi. Ha, mayli. Bo'lmasa ko'p gapirmasdan birinchi qaysini uyini boshlaymiz? Nima deb o'ylaysizlar? Mana bu millionernikimi yoki kambag'alnikimi? Nima deb o'ylaysizlar? Menga qolsa bo'yni. Mayli, menikini boshla. Baribir hozir bu kambag'alning uyiga kirib chiqasan, keyin hamma joy sasi yotibdi, keyin yoqmaydi. O'zing sasi yotibsan, tushunyapsanmi? Qara mani kiyimimni zo'rligini, Kapot senga o'xshashga harakat qilganman. Qara, men millioner, hattoki sen kiyimingni ham kiymagan. Ha, to'g'ri aytasan, lekin meni uyi juda ham zo'r, seni uying ham zo'r. Ha, mayli. Mana ko'rishingiz mumkin obunachilar, mayli boydan beri bular talashyapti, nima desam bo'ladi, bir bilan urushyapti, mojaro qilishyapti. Mayli. Bo'lmasa birinchi o'rinda mayli millionernikini tekshiramiz, kambag'al kirib ketib qoldi. Bo'lmasa Kompot tekshirishing mumkin, meni ko'rishing mumkin. Hozir bir obzorcha qilib bersam yoki o'zing obzor qilasanmi? O'zim obzor qilaman. Mana qara, ko'rishing mumkin. Mana bu mashinani zo'rligini ko'ryapsanmi? Ha, ko'ryapman. Kerak bo'lsa men bu mashinani raqamini o'rniga YouTuber deb yozilgan ekan. Ha, to'g'ri zo'r. Mana uyimning atrofini ko'rib chiqishing mumkin. Bo'ldi. Ichkarisini ham ko'ramiz hozir. Birinchi o'rinda bo'lmasa, uyning atrofini bir ko'rib chiqishim kerak, chunki uying o'zi to'g'ri dizaynlanganmi yoki yo'qmi bilasan-ku. Ha, qara, mana bu ikkinchi etajni ham qurganman bilsang agar. Ha, ikkinchi etajni ham quribsan, juda ham zo'r, ajoyib. Gap bo'lishi umuman mumkin emas. Xo'sh, bo'lmasa bitta ikkitalab ko'rib chiqamiz. Xo'p, atrofini ko'ramiz. Obunachilar, atrofi juda ham zo'r. Chotki, men gap bo'lishi mumkin emas obunachilar. Buni atrofiga вообще besh ketdim. Mayli, ichkarisini ham bir ko'rib chiqamiz. Mashina va zo'r, mashina ham zo'r. Mayli, qani ichkariga kiramiz va ichkarida qanaqadir kartinka bor ekan va qanaqadir mana bu yerda nimasi bo'ladi? Mana bu sandiq bor ekan. Sandiqning ichida kerakli narsalar bor ekan. Yaxshi, bularni barchasini olamiz va bizga kerak bo'lib qoladi bu narsalar. Xo'sh, ana endi menimcha hamma narsani olib bo'ldim. Menimcha yetadi. Buni qarang, juda ham ajoyib pistoletni va mana bu oltinlarni va totemlarni va mana bunaqa olmosli narsalarni. Yaxshi bo'lsa yuqoriga chiqaylik. Ikkinchi etaj juda ham zo'r deyotgandi va qani ko'raylikchi. Voy, obunachilar, men qarang, juda ham zo'r chiroyliligini. Mana bu yerdan zo'r qishloq ko'rinar ekan. Xo'sh, qani mana bu katta eshikni ochaylikchi. Bu yerga seyfni eshigini qo'yibdi. Voy, obunachilar, men qarang, mana bu atroflari mana bu haqiqiy puldan yasalgan ekan. Obunachilar, juda ham zo'r, to'g'rimi? Ha, juda ham zo'r bo'ladi-da. Mayli. Bo'lmasa mana bu meni uyim ham juda ham zo'r turibdi va mana bu kambag'alning ham uyi ham zo'r turibdi. Mayli, bo'lmasa eshikchani mana bunday qilib yopamiz-da, pastga tushamiz. Xo'p, podvalda ham zo'r narsalar bo'lishi kerak deb o'ylayman. Mayli, bo'lmasa qani asta-sekinlik bilan podvalga tushamiz-da. Xo'sh, oh my god. Mana bu yerda garaji bor ekan, ajoyib. Yoki bu ustaxonasi, bu obunachilar garaji emas ekan. Mayli, lekin nima bo'lganda ham yaxshi. Xo'sh, bu yerda mexanizatsiya bor ekan. Yaxshi, bo'lmasa ularni mana bunday qilib qanaydir qilib eshikni ochishim kerak, to'g'rimi? Ha, bo'lmasa hozir qaysini ochsam ekan? Mana buni bossam ekan? Xo'sh, mayli, buni ikkitala bosamiz, buni bosamiz va buni bosamiz va mana buni bosamiz. Menimcha ishlashi kerak bo'lishi kerak yoki ishlamadimi? Yo'q, ishlamadi obunachilar. Buni o'chiramiz. Xo'p, bu ham ishlamadi. Xo'sh, menimcha mana bu oxiridagini shuni o'chiramiz-da. Qani bir borib ko'ramiz. Xo'sh, menimcha bordi deb o'ylayman. Ochildi. Millioner, bu yerda nima qilyapsan?
Mana tanishishi mumkin. Mana bu mani biznesmenim bo'ladi, juda ham zo'r. Voy, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Короче, Men sizga aytmadim. mayli, nima bo'lganda ham, короче, mana ko'rishing mumkin. Kompot mana bu yerda sen mana bu pulni olishing kerak. Mani pullarim yetmaydi, to'g'rimi? Bular olmaydi, Bu dollarda oladi. Dollardagi pulni olishing kerak. rostdanmi? Mayli bo'lmasa, voy mana buni. Voy mana bu yerda qanaqadir nima Taysonni o'qiganmisan? Bu Tayson bo'ladi. Voy ket. Tayson emas-ku bu, boyka-ku bu. Boykami nima bo'lganda ham. Yaxshi bo'lmasa ajoyib, bo'lmasa qani jarom biznesmen, mana pullar tushdi. Xo'p, yaxshi, ajoyib. Mana bu mana olmani qaytarib bering. Mayli, sizga omad. Mayli, katta rahmat. Bo'lmasa mana buni oltinli joyga qo'yishimiz kerak. Ajoyib. Obunachilar qaranglar, Taysonni, Taysonni o'tib yana. Boykani obunachilar nima desam bo'ladi? Yo'q qo'yordik. Xo'p, barcha knopkalarni bosib chiqish kerakmi? Oh my god, bor shunday eng yomon ko'rgan narsam va mayda-chuyda ishlar qaranglar, juda ham ko'p knopkalar bitta ikkitalab topib chiqish kerak edi. Voy, mayli. 1 2 3 4 5 6 7. Davay tezroq. O ajoyib ochildi. Voy, janob qo'riqchi, men bu yerda mehmonman desam, voy, meni urishini buni, ketay oldimdan. Obunachilar qaranglar. Joni ketyapti qaranglar. Ana joni ketyapti. Mana bunaqa tuzoqlardan o'tqarish kerak ekan. Qani kech bitta otdi. Ajoyib. Xo'p, yana qayerga o'tsam ekan? Mana buni. Davay tezroq bo'l, davay. Voy, tushmadi-ku. Voy, sanimi. Xo'p, qani mana bu yerdan o'tsinchi. Xo'p, joni ketmadi. Mayli, yo'q, bo'lib ketsin. Boydan beri toza jonimga tegdi-da. Xo'sh, yaxshi bo'lmasa mana buni, mana bu yerda garajmi? Millionerning garajiga kirish yo'li deyapti ekan. Shuma. Qayerga paydo bo'ldimmi? G'alati. Bu qaniydir FPS'im tushib ketdi. Voy, obunachilar, men qaranglar, juda ham zo'rligini. Ajoyib, men qaranglar, вообще zo'r mashinalar borligini. Yaxshi. Va bu yerda ko'rinmas mashina ham bor ekan. Ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi. Hozir obunachilar. Oh my god, guys. Okay, obunachilar. Xo'p, mana bu yerda voy, Lamborghini bor ekan. Mana bu yerda va yana qanaqadir Rolls Royce bor ekan va yana qanaqadir mashinalar bor ekan. Oh my god, guys. Va chotki, juda ham chiroyli va bu million dollarlarda turadi bu. Bu garaj bok milliard dollarlarga turadi desam ham menimcha, men to'g'ri aytgan bo'lsam kerak. Menimcha, agarda xato bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'sh, yaxshi. Bo'lmasa menimcha millionerni hamma yerini ko'rib bo'ldik. Ana endi borib biz hozir qayerlarga boramiz obunachilar? To'g'ri topdinglar. Hozir biz jigarim kambag'alni uyiga bir borib tekshirib ko'rishimiz kerak. Xo'sh, senga yoqdimi? Qanday ekan? Chotkimi meni uyim? Nima desam bo'ladi? Chotki, lekin hozir mana bu kambag'alning uyiga kirishimiz kerak. Davay, meni uyim chotki bo'lsa agar, kapot mana bo'lsang, даже kiyimini ham kiyganman. Okay. Mayli, sen meni kiyimimni kiyibsan, короче. Okay, sen meni kambag'alim deydimi? Oppalar, mayli. Nima deyapman hamma narsa. Xo'sh, men uyingni atrofiga bir bilmadim, chiroy bo'yicha. Oh my god, sassiqligini mana bu yerda. Xo'sh, mayli. Uyingni atrofiga bilmadim. Xo'p, qani ichkarisini ham ko'raylik. Ichkarida menimcha normal narsa bo'lsa kerak. Mana bu yerda yotoq bor ekan. Maza qilib yotib, oppagamni sayl bo'ladi bu yerda menimcha. Yaxshi. Xo'sh, ana endi mana bu yerdan o'tamiz. Men qaranglar. Bunda ikkita sandiq bor ekan. Ikkitali sandiq. U yerda esa kichkinagina bittali sandiq bor edi. Xo'sh, normal. Atak normal narsalar olamiz. O'zimizga kerakli narsalar menimcha qolmadi. Ana endi oppa normal. Mana qani ishtoni yo'q ekan buni. Maylimi bo'lganda ham asta-sekinlik bilan pastga tushamiz. Xo'sh. Bu yerda podval deb yozilgan ekan. Podval. Oh my god. Xo'sh. Bu yerda otaxon, yaxshimisiz? Bolam, yaxshimisan? Chotkimisan? Ha, chotki. Bu yerda nima qilyapsiz? Men bokman kambag'alni bobosi bo'laman. Короче, iltimos qilgancha keldim. Rostdanmi? Men shu paytga keldim-da, aka. Xo'p, mayli. Bo'lmasa men hozir nima qilishim kerak? Короче, ish qilishing kerak. Nima deganini esimda yo'q, men bu kambag'al, men bu do'stingni esimda yo'q. Bobo turib bering mana shu yerga dedi, turib beribman. Tushunyapsanmi? Ha, bo'ldi. Bo'lmasa yaxshi. Bu mana rechakni topdim. Sizdan narsa sotib olishim kerak emas. Bo'pti, bo'lmasa bobo. Qani ketdik bo'lmasa. Xo'sh, bu yerda nima bor ekan? Ish qilib normal narsa bo'lsin-da. Xo'sh, bu nima? Men bo'lmishdi. Sanima ketay olimdan. Davay, yo'q bo'lib ketchi. Qani ket, men bo'lmishdi. Hozir qochish kerak. Opa, normalni. Bobo, mana bu yerda bu brachka borligan aytsangiz bo'lmaydi. Ket. Yaxshi. Bo'ldi. Mana bu suvlar bilan mana bu non tushdi.
Ya, ana, suv bilan olib keldingmi? Men richakda olishim mumkin. Ya, mana bilmasam oboribman mana. Bo'pti, uka. Bo'pti. Hop, mayli. Xo'sh, ana endi bo'lmasa, menimcha mana bu kamenni oldiga qo'yish kerak. Ha, obunachilar, boshqa kamen yo'q-ku, va mana bu yerda bitta kamen borligi uchun mana shu yerga qo'yamiz. Oh my god, bu yerda parkur bor ekan. Biz parkurist bo'lamizmi? Ajoyib. Bitta kompotik parkurchi deb ham yozib qoldiringlar-da. Yaxshi, parkurlar juda ham qiyin ekan, juda ham ko'p lavalarni qaranglar-da. Buncha lavani qayerdan topgan? Bilmadim. Mayli, asta-sekinlik bilan o'tamiz. Juda ham xavfli ekan. Inson hayoti uchun xavfli parkur ekan. Bu ehtiyot bo'lishimiz kerak. Hoppa, mayli, yana endi hoppa, yaxshi. Hoppa, Gangnam Style deydi. Hoppa, endi hoppa Gangnam Style nimadir deydi. Voy, sen bilan urishmoqchimisan? Siz ana o boboni juras bo'lishingiz kerak, to'g'rimi, do'sti? Ha, uchamash. Ana qani men birinchidan chiqqan boboyni jo'nasman. Qani tushunay. Normal. Xo'sh, bu yerda, men tushundim hozir. Bu yerda hozir men sizdan mana bu narsalarni sotib olishim kerak, to'g'rimi? Hoppa, normal bo'lmasa hozir mana bu daraxtlarni qilishimiz kerak. Hoppa, daraxtdan qo'yamiz-da. Hamda zart qilamiz-da. Keyin bitta ikkita mashina qilib buzib chiqamiz. Yaxshi, bobo chotki. Hop, juda ham zo'r ideya qilibdi ekan. Men bu nima edi? Bomish. Ha. Bu bomish emas, bu boki. Millioner, bu tushunyapsanmi? Bu meni do'stimni u nevarasimi, qarochi o'g'limi ismdan ham chiqib ketdi, bilasan-ku. U millionerda, tushunaymi? Kambag'al bomish nima uni? Hozir uni bomish kambag'al desam, bizlarni ham ko'nglimizga tegib ketadi, biz ham kambag'al bo'lib qolamiz. Bizlarni ham bir normal 2-3 ta bizneslarimiz bor shaharda, bilasang. Ha, bobo toza ko'p gapir ekansiz, mayli. Bo'lmasa men bularni olamiz-da, mana shunday qo'yamiz-da. Hoppa, normal, ana endi yana nima yasasak bo'lar ekan. Xo'sh, to'xtanglar. Hoppa, normal, ana endi cho'pchalarni yasaymiz-da, mana bunday qilib. Hoppa, yana mana shunday qilamiz-da, yana mana shunday qilamiz-da. O'zimiz yana bitta olamiz. Hoppa, normal, yana endi hoppa 20 ta bo'ldi. Yana 4, yana bitta kerak ekan menga. Bobo bitta bera olmaysizmi menga? Men bitta bermayman. Davay bitta tezroq nimadir qil, davay ol, tushundingmi? Bo'ldi. Bo'lmasa o'zi bobo nima deyotganini o'zi ham bilmayapti. Bo'lmasa nima bo'lganda mana shular mana shunday buzamiz-da. Diktalar mana shunday qilamiz. Hoppa, normal, mayli, yana 2 to'lik bo'ladi. Xo'sh, normal. Ana endi mana shunday qilamiz-da. Sizga men bu taxtalarni sotamiz-da, 4 ta olamiz-da. Mana shunday qilamiz-da. Sizdan olamiz-da. Bo'pti, ana normal bobo bo'pti. Qarochi, ana o do'stingizga salom aytib qo'ying, tushundingizmi? Ha, bo'pti. Bolalar, Davay. Okey, ana endi va sassiqligini bu yerda boki qanday qilib chidayman mayli. Bo'ldi, hoppa, normal, asta-sekinlik bilan o'tamiz va sassiqligini bu yerda boki nafas olib ham bo'lmaydi. Nimalar bor ekan bu yerda, bu yer sovg'asi bo'lsa kerak ana uni. Mana buni olib olaylik-da. Nima qilyapsan bu yerda? O'rdakcha, jo'jacha to'g'rirog'i. Xo'sh, ana endi mana bu yerda quyoncha bor ekan. Quyonchani ham olamiz. Menimcha normal. Bu nima sovg'asimi bu menga bo'lmishdi? Mayli, hamma o'zini qo'l qanday men katta men bu o'rgimchak to'g'ri qadam kelib qol. Mayli, bu nima edi? Mana bu bo'lmishdi, men bu kambag'alni qo'ldan kelgancha mana shu sovg'alarni ana qilamiz, olamiz. Mayli. Bo'lmasa menimcha hamma narsa bo'ldi. Menimcha endi bu yerdan surib olish kerak, ketib olish kerak. Qarochi, bu bo'pti. Sizga ham omad. Mana bu narsalarni olib oldim. Ha, mayli, ukam. Davay, kimdir, tushundingmi? Bo'ldi, kelib turaman. Yana juda ham sassiq ekan, men tozalab olinglar. Bo'lmasa sekinlik bilan o'tamiz. Xo'sh, obunachilar, mana bu yerdan chiqib oldim. Ana endi yaxshi. Xo'sh. Qani kimniki zo'r ekan, ha? Kimniki zo'r ekan aytchi? Endi bilmadim. Hozir chiroy bo'yicha mana bu millionerni nima edi, men bu uyi anchagina yaxshi deb o'ylayapman. Rostdanmi? Ha, chiroy bo'yicha zo'rmikan? Ha, mana bu chiroyli bo'yicha va keyin mana bu ichkaridagi narsalar bo'yicha. Va saniki esa nima desam bo'ladi? Juda ham qiyinchilik bo'yicha. Xo'sh, men yutdim, to'g'rimi bunda? Yo, millioner bilmadim. Hozir men o'zimning fikrim bo'yicha millioner yutmoqda obunachilar va lekin sizlarning fikringiz menga juda ham qiziq. Xo'sh, kambag'al yutdimi yoki millioner? Shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Kim g'olib bo'lganini biz aniqlab olamiz. Nima ham derdim obunachilar, sizlarga yoqdimi video? Kommentariyada yozib qoldiringlar va millioner yoki kambag'al yutishini ham yozib qoldiringlar. Mayli obunachilar, bugun sizlar bilan yana kompot bo'ldim. Xayr, sog', salomat bo'linglar.